Mana Baykod, mana. Yandeksi Baykod degan akalarim. Qanaqasizlar, yaxshimisizlar? Ko'chada qoram yog'ib oldi, dvijeniyalar ishga tushib ketdi. Lekin Baykod deb turib, Yandexda ishlayotgan odamlar ham bor. Nima keldi qo'lingizdan? Prosta menga aytinglar mana. O'zingizlar fikringlarni, mayli, imini Baykod deganlar emas. Любой inson o'zining fikrini yozsin. Baykod deb nima qilishdi, nima qilib bera olishdi? Yandex yopishdimi? Yo'q, yopishgani yo'q. Nima qilib berishdi? Yo'q. Okalar bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Anta oddiy ishda ishlayotgan odam ham, davlat ishda ishlayotgan odam ham, har kim bor-da bunaqa odamlar, imini davlat ishda ishlayotgan har bitta ishni nazarda tutib gapiraman. Mashinasi bor odam ko'chaga chiqib, kechqurun baba ozgina bo'lsa ham tirikchilikni qiladi. Nimaga? Uyga biriksin pul bo'lsin. Farzandlarimga pul bo'lsin. Farzandlarim kimdandir kam bo'lmasin. Ustiga kiyim oling, kurtka oling, oyoq kiyim, ishim, ko'ynak, boshqa narsa, itagdalik o'qishim maktabiga bir xil chiqyapti. Baykod. Nima Baykod bilmayman. Nima Baykod? Sizlarga nima Baykod bo'lishi mumkinki, sizlar aytasizlar, imini Baykod kun ishlasanglar, pulinglar harom bo'ladi. Nimasi pul harom bo'ladi? Akalar menga aytinglar. Nima pul harom bo'ladi? Men tushunmayman. Ozgina o'ylab gapiringlar. Shuning orqasidan non yeyotganlar bor, pul topayotganlar bor. Ertalabki zavtrakini olib keladi. Ertalabki zavtrakni olib keladi uyga. Ayoliga bu narsa qiling deydi, xursand qiling deydi. Chiqosizlar Baykod bo'ldi. 15-dekabr kuni hamma ishlar Yandexda. Bir xil isqirtni Yandex chaqirib, bitta joyga to'plab qo'yadi hammasini. Sovuq kunni hammani bitta joyga to'plab qo'yadi. Insof, ozgina insof qiling, ozgina insof. Yig'yapti, boshqa hech narsa qo'ldan kelmayapti. Ozgina Baykod deyotgan okalar mana chiqib, hozir o'zingizlar mana qorli kunni mana sovuq kunni chiqib o'zingizlar ham ishlaysiz shu Baykod deyotgan narsalar. Foydasi yo'q. Undan ko'ra bor-ku, kerakli narsalarni Baykod deylar, unda abitni bo'lmaydi. Harom narsani Baykod deylar, chiqinglar bundoq. Chiqosda Yandex Baykod. Foizi ko'tarmasa ishlama. Foizi ko'tarmasa umuman ishlamaydi. Umuman ishlamaydi foiz ko'tarmasa. O'zingizlar chiqib keting. Nima qilasizlar? Boshqa she'ring topib, tortib, to'g'ri, xalq bilan bitta bo'lish kerak. Lekin kerak emas narsaga emas. Undan ko'ra kerakli narsani qilgan, stoyshiro narsa qilgan, bundoq Baykod deydigan. Qo'llar hech narsa kelmadi, hech narsa qila olmadinglar, Baykod. Yoki Yandex o'chib tashladinglar. Yo'q, bunaqa narsa bo'lgani yo'q. Yavni aytdinglar bo'ldi shu. Shuni orqasidan to'y qilganlar bor. Shu Yandex orqasidan ko'tin tegi mashina qotgan hozirgi bizlar pakanini bor. Yoshlar 25-26 yoshli bolalar hammasi shuncha mashina arendaga olib Yandex qilib Yandexdan topaman deyapti-da. Yandexdan topib arendamdan qutulaman deyapti. Bu yerda bir xillar chiqib olib, bilmayman kimni puliga olgan mashinani Yandex Baykod. Mana Baykod, mana. Odamlarning tirikchiligini buzma. Sen o'zing sharoiting yaxshi bo'lsa kerak, Baykod bo'lsa. Boshqalarning sharoiti yaxshi emas. O'zingdan kelib chiqib gapirmang, boshqalarni ham nazarda tutib, yoki agar Baykod bo'lsanmi, shuncha xalqqa обеспечить qilib qo'yginni, keyin Baykod deydi. Yandex ishlayotgan odammi, qiynalgan odammi? Ishga chiqazmaylar-da, shu kunlik pulni berib, qo'lidan kelsa Baykod deyotgan odam. Baykod qilaydi. Foizi ko'tarmasa ishlamaydi. Imini faqat odam tashlar. Ana dastlabki odamlar yoqmayotgan bo'lsa, ana kuryerlik bor. Ko'chada velosiped olib odamlar kuryerlik qilib topyapti, bo'ldi. Sen mashinada yuribsan. Mashina yurib, puling topyapsan, suvda o'tirib, boshqa qilib. Ko'chada velida hozirgi mana qorda ham bolalar velida kuryerlik qilyapti Yandex lavkada. Sen mashinada bo'lib turib Baykod. Mana Baykod. Hech narsa qo'lingdan kelmadi, ortiqcha gap gapirmang, Baykod. Agar gapim noto'g'ri bo'lsa, aytinglar akalar, gapim noto'g'ri bo'lsa, aytinglar. Agar gapim to'g'ri bo'lsa ham ma'qullab qo'yinglar buni. Lekin yaxshi narsa emas u. Baykod deb turib, yana o'zi ishlayapti shu narsa. Tavba qildim, astag'firulloh. Baykod deymishlarmi? Mana shu videolarni qo'yib ishlayapti, kimdirlar. Men gapim shu, akalar, joningiz sog' bo'lsin. Glavni ko'chada ehtiyot bo'linglar. Bunaqa yaxli yo'lda ehtiyot bo'lib haydayman. Men o'zim ham 30-40 haydayman. Mashina turgan joydan kuzatib bitadi. Tishlari bo'lsa ham bari. Akalar, joningiz sog' bo'lsin. Yandex ishlayotganlar, charchamanglar.